Leksiyonu davamlaştırımız hürmetli vatandaş. Bugün Çeslak 2020 yıl 7. ayının 23. günü haftaga Perşembe. Endi işkinci leksiyemiz mundaq boludu. Mavzu mundaq. Amerika-Jungo diplomatik münasebeti üzerinde Prezident Trump yana texmi köp Jungo konsulxonasi taqaladı deb ko'rsatdi. Mavzuli xabar 7. ayının 22. günü Venbi Tor betida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Washingtonda turishliq bosh elchixonadan boshqa Amerikadan New York shahrida, Chicagoda, Los Angelesda, San Francisco qatorliq shaharlarda Jungoning konsulxonasi bor. New York vaqt gazeti xabar qilib mundaq ko'rsatdi. Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Mahkamasi Osiyo Tinch okean bo'yicha yordamchi davlat ishlar kotibi Shidavi mundaq ko'rsatdi. Jungoning Hindiston konsulxonasi nurg'un buzg'unchilik harakatlarga qatnashgan xotirlar bor. Hamda Amerikaning ichki qismida turib, Amerikaning tadqiqot natijalarini o'g'irlaydigan markazdir. Hindistondagi konsulxona Amerikaning tadqiqot natijalarini o'g'irlaydigan markazdir. Shidavi mundaq dedi. Yaqinqi yarim yildan beri Jungo Amerikaning fan-texnika natijalarini o'g'irlashni tezlashtirdi. İhtimal yangi tajsimon virus tadqiq qilishga munosabatlik texnikani o'g'irlashga taraddud qilgan bo'lish kerak. New York vaqt gazeti mundaq ko'rsatdi. Shidavi o'zining so'zlariga ancha ko'p dalil paket keltirmadi. Jungoning Hindistonda turishliq konsulxonasi Amerika Davlat Mahkamasi tarafidan taqib etilgandan keyin Washingtondagi Jungo elchixonasi tashqarisida tunigun kashtim bugun atdegangacha g'ayri ahvol ko'rilmadi. Konsulxonaning taqilib ketishi to'g'risida Jungo bosh elchixonasi texmelgirlab javob qaytarishni xohlamadi. Devlet İşler Katibi Mike Pompeo casusluq faaliyetlerini cheklab Jungo konsulxonasini qo'g'lib o'tadigan ishlar texi oyoqlashmaydi deb ko'rsatdi. Mavzuli xabar 7. ayning 22. kuni Venbi Tor betida e'lon qilindi. Yana bir boshqa xabar vatandosh. Xabar mundaq boshlandi. Amerika Hindiston Jungo konsulxonasini taqashni e'lon qilish bilan birga dal hozir Daniyada ziyoratda bo'layotgan davlat ishlar kotibi Mike Pompeo bu to'g'rida fikr qaytardi. Davlat ishlar kotibi Mike Pompeo mundaq ko'rsatdi. Jungo Kompartiyasining Hindiston shahridagi harakatlari keng ta'sir paydo qildi. Jungoning Amerikaning aqliy mulk huquqini o'g'irlash harakatlari uzundan beri davomlashib keldi. Endi cheklanishi kerak. Davlat ishlar kotibi yana mundaq ko'rsatdi. Amerika texnik kuchli harakat qo'llanadi. Diqqat vatandosh, Amerika texnik kuchli harakat qo'llanadi. Davlat ishlar kotibi mundaq dedi. Prezident Trump Jungo bilan bo'lgan munosabatlarda bo'ldi. Endi yetar amdi dedi. Biz bu ishning yana shundoq davomlashishiga endi yo'l qo'ya olmaymiz. Demak, davlat ishlar kotibi Mike Pompeo Prezident Trumpning bir og'iz so'zini yetkazdi degan gap nima? Jungo bilan bo'lgan munosabatlarda bo'ldi, endi yetar amdi. Demek ahir nim dedi? Devlet İşler Katibi Mike Pompeo biz bu işten yani şundak davamlışığa endi yol koyalmayız. Yana bir haber vatandaş. Senatör Hindiston konsulxonasi cho'ng ko'lamlik josuslik markazi. Ama aslida burunli taqib etilishi kerak edi. Dedi mavzuli xabar 7. ayning 22. kuni Erkinlik vaqt gazetida e'lon qilindi. Xabar undaq boshlandi.
Senatör Marco Rubio 22 günü mundaq ko'rsatdi. Jungoning Houstonda turishliq konsulxonasi o bir diplomatiya organi emas. Belki o ko'lamlashgan josuslik markazidir. Jungo Kompartiyasining nihoyat zo'r josuslik to'g'ri va ta'sir ko'rsatish faoliyatlarining markaziy nuqtasidir. Houston konsulxonasi. Allaburan taqib etilishi kerak edi. Hozir bu konsulxona taqib etilishi kerak. 72 soat ichida Houstondan konsulxona xodimlari ayrilishi kerak. 72 soat ichida bijirgan vaqtni belgilab bergan vaqtda ayrilishi kerak. Unda bo'lmaydi ekan konsulxona xodimlari qo'lga elinadi dedi senatör Marco Rubio. Bayonotchi Ortagos mundaq ko'rsatdi. Vino ahdnomasining talablari bo'yicha har qaysi alla diplomatlari o'zi turishliq davlatlarning qonun amr farmonlariga bo'ysunish kerak, itoat qilish kerak. Ichki ishlarga aralashmasligi kerak. Bu portlash xarakterli xabar oshkorlangandan keyin Mesela Houston konsulxonasi taqaldi degan portlash xarakterli xabar oshkorlangandan keyin to'r betlarda keskin munozaralar davomlashdi. Amerika Xi Jinpingning tashqi siyosat iddiasiga sovg'a taqdim qildi deyishdi. Mana 2 kundan bir to'r betlarda qarasangiz, har bir odam tahlilchi, obzorchi deysiz, har bir odamning og'zida konsulxona masalasi, Amerika Jungo munosabati masalasi muhokama qilinyapti vatandosh.